Bir yigit uylanishlikka puli yo'q, hech qanday najot ham yo'q, umid ham yo'q yurgan paytda zinoga yo'l ochiladi. Ammo Alloh uchun mana shu nafsini tiyadi. Zinodan o'zini ehtiyot qiladi, nafsidan kechadi. Mana shu qilgan ish uchun Alloh taolo shunday bir joydan bir yo'lini berib qo'yadi. Bitta odam sabab bo'lib qoladi, xotinligan bo'ladi, uyligan bo'ladi, ishlagan, pulligan bo'ladi. Nima uchun beriladi unga? Nafsini tiyganligi uchun, nafsini sindirganligi uchun, Alloh uchun nimadandir kechganligi uchun. Agar banda Allohning roziligi uchun bir narsani tark qilsa, albatta dunyo va oxiratda Alloh bu bandaga u tark qilgan narsasidan yaxshirog'ini beradi. Shuning uchun ukalar, harom ishdan o'zimizni tiyib voz kechaylik. Nafsimizni tiyib bir narsadan voz kechaylik Alloh uchun. Alloh voz kechganimizdan yaxshiroq narsani albatta beradi.